Ishondim. Lekin hech kim tanimaysiz. 6 yil kirasiz, lekin hech kim tanimaysiz. Matematikaga, logikaga to'g'ri kelmayapti. Gaplaringiz bir-biriga uyqashmayapti. Efirga kirib turaman, boshqa gap tanlayapman-da. Hasan aka, siz-ku nervimga o'ynamang meni. Hasan aka, siz pistoletimni olib otaman lekin, premo otaman. Kecha uyda qattiq ishladingizmi? Ha, kecha uyda ishladim. Uy tozaladim, bozorga chiqib keldim. Ovqat qildim, kir yuvdim, qo'lda yuvdim, kir mashinada yuvmadim. Yo'q, Hasan emasman. Unda kimsiz? Keyin oq narsalarimni qo'lda yuvyapman-da, to'qartirib tashlayapti kir mashina. Yana nima qildim? Yuzimga uxlat qildim. Iftorlik qildim. Saharlikka narsa tayyorlab qo'ydim. Keyin o'chib qoldim, ertalab zo'r o'tirdim. 15 minut og'iz yopishga qolganda shuncha tayyorlagan narsamni yolganim yo'q, ishonasizlar. Shunday yopdim keyin nomiga. Endi buzilib o'tiribman. Bugun osh yegim kelyapti. Shunaqa osh yegim kelyapti. Shuni oshlikda qo'yib yuboraman. Ismim Otabek. Nima deganim shuni oshlikda kuyib. Ana bo'lmasam. Sen naushnikli bo'lami? Naushnik degan profilcha. Tavba qildim, ahvolim juda yomon edi kecha. Nega nima bo'ldi? Boshlig'im keltirdilar. Да, sizning mensimasdingiz-ku naushnikli amaki. Vechna o'tib ketib qolardingiz. Meni efirimda o'tirmaysizku. Bunday gaplashmaydigan qizim bor edi. Hozir yana nima dedilar? Mani bu yerda hech kim taniydi, men hech kim taniyman. Lekin gaplashadigan qizim bor edi dedilar. Hozir gaplaringiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Shunda meni efirimga kirib, meni ko'zlab yurganman demasiz endi oxirida. Men hech kim efirga ko'tarilib o'tirmasdim-ku. O'sh qoldingiz meni qizingiz bilan. Endi hech kimni tanimayman dedim. Qo'rqibsiz. Ay, Xudoyim. Bir soat o'tirsam, bir soatdan keyin baliq yegim kelyapti. Baliq хочу, baliq. Şu baliq yegim kelyapti. Morozinim kelyapti. Albatta erishaman, lekin ko'zlab yurmaganman. Oshmi baliqmi, kelishib oling boshqa qizim bilan. Ikkalasini ham yegim kelyapti, ketmay ketdi. Baliq bo'lganda-chi, qanaqa baliq? Kamolon restoranida bunaqa kichkina bo'ladi-ku baliqchalar. Polaponi deydimi baliqda? Keyin qitirli degan, ichida suyaklari yo'q. Shunaqa baliq. Мороженое u ovqatdan keyin desertga deyib yursa bo'ladi. Yuzlab ketyapman shonda. Yaxlayapman. Xayrlisiz. Mama, o'ylab ko'ring, izlab ko'ring. O'ylayizlar top. Men krokodil yegim kelyapti. Bakallarni aralashtirib. Ulug'bek aka,
Sovuq juda. Bizda tomon sovuq, отопление yo'q xonada. Sovuq o'shaning uchun. Meni bosh kiyimlarim katta semiz qilib ko'rsatdi. O'zi aslida umuman semiz emasman. Yana 1 kiloga ozibman. Issiq kiyinganman, qaltirab o'tirgan joyimda lekin. Siz qayerdansiz? Anaqa Otabek. Sizlar taraf qayer bilmadim-ku, ammo hozir men turgan joy juda ham issiq. Siz qayerda Afrikadamisiz? Men Toshkentdaman. Men vodiydaman hozir, Vohadaman. Vodiy Vohagaman. Toshkent issiq, lekin xona sovuq deyapman men sizga. Zdaniyani ichi sovuq deyapman, tushunyapsizmi? Zdaniyani ichida отопление yo'q, o'shaning uchun sovuq deyapman. Toshkentda ko'cha issiq. Ko'cha issiq. Uydan ko'ra. Betonda zax tortyapti. Buzilyapti. Tushunyapman. Men bilib turib qanday kiyinasiz. Esimdan chiqib ketibdi. Отопление yo'qligi men bugun bildim. Bugundan ishlamayapti ekan, отопление o'chirishibdi. Ungacha bilardim. Ungacha bilardim. Issiq edi ungacha. Ko'cha issiq. Burnim muzlaydi. Burnim yaxshilab qoldi. Yaxshi qarang o'zingizga. Shu ichimdan bir issiq mayka, futbolkani kiyimimdan yuzyapman. Men bu anaqa material, sovuq tortadigan materialni ko'rdim. Bahorda отопление nima qilsam? Nega aprelgacha bo'lardi-yu? Oldinlar. O'zingizni asriyaganda ko'p o'tirib, siz misol qilgani qilib yurmang ko'z ostiga. Qo'rqmang, ko'z ostiga olmaysiz. Pechka qo'yman. Pechka qatorda qo'yaman hozir. O'g'liga endi qalinroq kiyinib yuring. Ertaga qalinroq kiyinaman, qo'rqaman. Kimdan qo'rqasiz? Nimadan qo'rqasiz? Mendagi